Hammaga assalomu alaykum. Elyorjonuz kanalining hurmatli obunachilari. 3-oktyabr kunga juma. Hammalaring juma ayyomlaring bilan. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Yapag'i qishlog'ida shu bir do'stimizga 55 bosh rossiyskiy paroda buqachalar keldi. Bo'ylari 1.5 dan 1.15 gacha bo'lgan buqalar. Har xil parodasi bor. Limuzini ham bor, buning ichida avlikoli ham, angusi ham aralash. Qalmiq paroda ham bor mana. 55 bosh. Bo'ylari 1.5 dan oldi 1.15 gacha bo'lgan buqalar. Olaman deganlarga mana kelib bemalol tanlab olish tavsiya qilaveraman. Mana tushganiga 1,5 soat bo'ldi. Hozir o'sha suvlarini berdi, silosga tashladi. Kelsangiz o'zi mana birkasidan ko'rsangiz QR kodi bilan rus turadi o'zi. O'zbek yo Qozog'da yo Qirg'izistonda pechati bas, mana boldag'i bas. QR kodigacha bor mana. QR kodidan ursangiz o'zi qattiqligiga chiqadi. Rossiyadan kelgan. Bugun yetib keldi mana 55 bosh. Yana bir bor adres aytaman. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Yapag'i qishlog'ida. Nomeri hozir 95lik 809 1186. Ekranga ham qo'yib qo'yaman, bemalol telefon qilaverasizlar. 95lik 809 1186. Kimga qizig'i bo'lsa, kelib bemalol ustida ko'rib, bittada tusha olmay qolishingiz mumkin. Bu ukamiz oldin doim qo'y olib kelib yurardi. Hozir o'sha Rossiyadan birinchi partiya molini olib keldi. Yana kelar ekan. Hozir bu birinchi partiyasi. Ana orqalaridan hammasini korobkalari, oyoq qo'llari baquvvat. Avlikoli ham bor. Tushda avlikoli bor ekan ichida. Qalmiq parodani qizili ham, qorasi ham bor. 1.20 ga yaqin bitta ikkitasi bor, 1.20 chiqmaydi, 1.15. Shuning uchun 1.5 dan 1.10 gacha, 1.15 gacha deb aytyapman. Rosa qo'ra qilib qamab qo'yadiganlar. Oshiqcha hurki ham bas ekan bular. Qozog'istondagi o'zi oldiga borsangiz joni chiqib ketadi deydi. Bu rossiyskilar cho'chiqi ham bo'lmaydi. Jonivorlar. Hozir endi suvni ichishdi. Suvni ichib qonnalari chiqdi. Silosni tashlayapti. Xudo xolasa kelgan odam molsiz ketmayman deydi tanlab. Hammasini sifati chiroyli ekan. Burni oqqan, unaqa yashur-pashur unaqalari yo'q. Shu bitta ikkitasini ko'zidan urinib qo'ygan yo'lda. Ko'zidan suv oqyapti, o'sha kaltak yeb qo'ygan. U ham jo'li. Ko'zi sog'u, yoshlanib qo'ygan, ko'zi og'riyapti. Qalmiq paroda. Jonivorlar qarang. Hammasi rossiyskiy nima bilan, pechat bilan qulog'ida, QR kodlari bilan. Mana mashularning bo'yi 1.15 dan. Uzunligini qarang jonivor, ozg'iroq ekan mash. Ammo korobka shunday ham chiroyli. Mana shu ham qalmiq paroda, bo'ynini ham qarang jonivor. Ko'ti bilan bo'yni bir xil. Chiqila tashqariga. Boqqan odam xudo xolasa zarar qilmaydi. Tavsiya qilaveraman. Kelib, vaqt ajratib, ko'rib, bemalol ustida gaplashib olaverasizlar. Narxini aytmadim shekilli. 17 milliondan 20 milliongacha kami bor. Tanlashingizga bog'liq. Hammasini bir joyda olgan odamga kelishamiz dedi. 19 kami bor deyapti. Bir joyda hammasini 55 taga savdo qilaman deganga 19 dan endi kami bor dedi. Bu aytilgan narx. Muhim bas kelib tanlab, yo hammasini olaman degan bir qator o'zlaring bemalol kelishaverasizlar.
Jonivorlar qarang. Kallani qarang bunday. Ana oralarida yurib, bemalol ko'rsatay sizlarga. Mana qalmoq parodani qorasi. Jonivor. Oyoq qo'ligacha polvon ekan. Mana 120 ga yaqinroq, 115 dan oshiqroq. Bo'ynilarni qarang bular jonivorlar. Mana qalmoqskilar. Mana o'yinni qarang. Mana orqalarini ko'ringlar-da. Hammasiniki. Hali raketasi yo'q. Jonivorlar keragida emgan. Ini parodasiga ham bog'liq, bularning orqasi keng bo'ladi. Molni kiloni oldi beradi. Baribir orqasiga qarab mol olamiz. Orqasi ham keng bo'lsin deymiz. Mana shvedga yaqinroq to'n. Endi buni orqasini qarang. Angus ekan-u. 100 ga 100 bo'lsa gibrid Angus. Jonivorlar ko'z tegmasin. Yeb ichishlari oqsaganini ko'rmadim hali. Cho'kar. Ashi ham qora ola emas, videoda qora ola bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu hali chichqon teriga o'xshagan bo'svet deydi. Qarang jonivor. Tirishi nima deyapti? Bu katta novosga o'xshayman deyapti-yu. Yana bir bor adresni qaytarib o'taman. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Yapag'i qishlog'ida mana talg'ir. Meni sevganim, yaxshi ko'rgan rangim mana shu talg'ir mana. Jonivor. Talg'iri ham bor ekan. Buni ham tagi talg'ir ekan. 95lik 809 1186. Qiziqqanlar kelib bemalol telefon qilaverasizlar. Farg'onani sentridan shu Mashitgacha bo'lgan rastayana 25 kilometr. Mana. Mashitda ham bitta talg'ir yuribdi mana. Jonivor. Talg'ir boshqa narsa bo'ladi-da baribir. Mana. Hasan Husan. Bular bir xil ekan narigi talg'ir bular. Mana qarang. Kallalari ham antik. Uzunliklari ham joyida. Aylanib ko'rsatyapman, bemalol qaysinisidir ko'rmay qolmaylardi. Mana olani bir antikasi. Qora ola. Qarang jonivor kallasini ham, tuxum kalla. Endi orqasini qarang. Jonivorlar. Asa chanqagan ekan. Sug'ardi, o'tdi yedi уже. Bo'ldi. Ishtima zarilmas ularga yotadi. Kepay, silos. Mana tashladi. Endi berishni boshladi. Silos ustiga kepayda to'kib beryapti. Hozir oldidan video qilaman, ko'rasizlar ishtahalarini. Mana jonivorlar. Bundoqi bir oyog'i og'rib, ishga ham unaqalari yo'q ichida. Bir qator o'zim ponni aylanib ko'rib chiqdim. O'zi kelgan odam ko'radi, birovning molini maqtab anaqa qilyapti demanglar. Kepayda chachovdi. Shu boshladi talashni ishni. Bu oxirga sig'mas ekan, bular hammasi chiqsa. Suv quydi bitta oxirga o'zi talash yeb oladi. Mana silos urushyapti, maza qilib. Qaranglar terilgan. Zararni olaydi mana.
Hammalaringga shunaqa qilib, qo'ralar qilib namoz boshlar nasib qilsin. Ilohim, mana targ'ir addenni bo'lib kiryapti jonivor. Turishini qarang. Kiyikka o'xshaydi. Mana shu tilagim sizlarga hammalar mana shunaqa qilib qo'yib yuborib mol boqinglar ilohim. Ko'pgina qilib mana shunaqa zagon qilib. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qirg'iziston ochilmadimi deganlarga yo'q, ochilgan yo'q, bu yil ochmaydi ekan hali beri. Yana bir bor aytib o'tib ketay. Ochgani yo'q Qirg'iziston. Qirg'iziston ochsa o'tib video qilaman o'zim.